chiqindilarni saralash bo'yicha o'shanaqa foydalanadigan batareyalardan o'sha kamroq chiqindiga tashlash bo'yicha har xil tajribalar ko'rsatiladi-da, taqdim qilinadi har xil tajribalar. Lekin nima uchun o'sha tajribalar ommalashib yechimini bermaydi? Mana misol uchun hozir ham chiqindilarni saralash chiqindilar hali ham saralanmaydi oxirigacha. Qaysidir ma'noda konteynerlarga olib tashlab ketiladi, lekin saralanmaydi shuna. O'sha batareya misolida aytdingiz. Hozir men sizga yoshlar parlamentimiz vakillari tomonidan ekobatareya loyihasini ham menimcha ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shuni bir og'iz aytib o'tmoqchi edim. Bugun elektronika shunchalik kirib keldiki, batareyasiz foydalanib, batareya ishlatilmagan uyda ishlatilmaydigan uyda o'zi bo'lmasa kerak. Bitta mana shu kolbasdagi kichkina batareyamizni belgilangan joyga tashlamasangiz, o'zidan chiqqan og'ir metallar hisobida 1 metr kvadrat joydan 25 yil davomida giyoh o'stirmaydi u. Mabodo giyoh o'sgan taqdirda ham og'ir metalli tarkibida bo'lgan giyoh o'sib chiqadi. Agar uni chorva moli yesa, chorva molining mahsuloti orqali inson organizmiga tushishi va og'ir xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun biz bu masalani doimiy e'tiborimizda ko'proq targ'ib qilyapmiz. Albatta, shu chiqindiga tashlashda bugun saralash madaniyati bo'lishi kerak. Saralash madaniyatiga aytishdan oldin chiqindi to'g'risida qonun haqida ham aytib o'tishim kerak. Mana biz hozir chiqindi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunni ishlayapmiz. Ustida 23 yil oldin ishlab chiqilgan qonun. Bugun ishlamayapti u. To'g'ri aytish kerak, 25 yil oldin O'zbekistonliklardan, Toshkentlik aholimizdan chiqqan chiqindilarni deyarli 80-90% organik chiqindilar bo'lgan, buni ko'msa chirilgan. Bugun hayotimizga sintetika kirib keldi. Bugun ular bunchaga chirimaydigan 100 yil, 200 yillab, 400 yillab turadigan o'sha chiqindi mahsulotlari paydo bo'lyapti. Shuning uchun chiqindini saralash, qayta ishlash bo'yicha yangi tahrirdagi qonun ustida ishlayapmiz. Bu alohida yo'nalish. Siz aytgan masala bugun aholimizni ekologik madaniyatni yuksaltirish bo'yicha ishlashimiz kerak. Har birimiz o'zimiz mas'ulligimizni bilishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan e'tirof etib aytishim kerak. O'tgan yilda 2025-yil 15-mayda davlat rahbari tomonidan 184-sonli qaror qabul qilindi. Bu qarorda O'zbekiston aholisini 2030-yilgacha bo'lgan muddatda ekologik madaniyatni yuksaltirish to'g'risida konsepsiya tasdiqlandi. U konsepsiyada qarorda yozib qo'yilibdi. Oliy ta'limda qancha, o'rta maktab va o'rta maxsus o'quvlarda qancha, davlat idoralarida ishlaydigan aholimiz o'rtasida qanchasi ekologik madaniyatga erishishi kerak. Agar biz mana shu qarorni ishlashini birgalikda tashkil qilib ta'minlay olsak, 2030-yilga borib qariyb 15 million aholimizda ekologik madaniyat yuksalgan bo'ladi. Tasavvur qiling, hozir 27 million, 28 million aholimiz bo'ladigan bo'lsa, 15 million ekologik madaniyat yuksalgan bo'lsa, demak har ikkita odamdan bittasini ekologik madaniyat yetarli degani bo'ladi. Va albatta bir-birimizga jamoat nazorati paydo bo'ladi va ekologik madaniyat orqali biz chiqindini har joyga tashlashga keskin kamayishini ko'ramiz degan niyatdamiz. Bunga nafaqat biz ekopartiya, nafaqat deputatlar, barcha mana bizni eshitib turgan aholimiz qo'llab-quvvatlashi kerak va birgalikda harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman.